Hurmatli o'quvchilar, sizlar bilan o'sha tashqi yoritish asboblaridan foydalanishda qo'shimcha ma'lumotlarni berib ketamiz. Ya'ni qanday holatlarda o'sha tashqi yoritish asboblaridan quyidagi tartiblarda foydalaniladi. Ya'ni o'sha uzoq masofaga yuradigan bo'lsanglar, ya'ni uzoq masofani yorituvchi chiroq yoqilgan bo'lsa agar qanday holatda yoqiladi deb savol tug'iladi. O'sha nima bo'lishi mumkin? Yetarlicha ko'rinmaydigan holatlarda yoqiladi. Tushundinglarmi? Yetarlicha ko'rinmaydigan holatlarda. Ayniqsa e'tibor beringlar. Qarama-qarshi tomondan masalan avtomobilda kelayotgan bo'lsa, uni ko'zi qamashadigan bo'lsa, eng kamida 150 metr masofadan ortiqda qolganda o'sha yaqinni yorituvchi farchiroq o'tish kerak deydi. Lekin kutilmagan holatda shofyorlarning esidan chiqadi. Ko'pgina holatlar bo'lganman. Ular yondagi qarama-qarshi kelayotgan tomonga avtomobilga nima qiladi? Markat beradi. Dalni bilish qilib 2 marta markat qilgandan keyin bu avtomobildagi haydovchi nima qiladi? Dalnisini nima qiladi? Bilishga qisqartiradi. Ya'ni uzoq yorituvchini yaqin yorituvchiga qisqartiradi. Tushunarlimi? Dalni bilish deb ham nima qilinadi? Uzoqda yaqindaga qisqartiriladi. Yana u holatda ham bo'lmayotgan bo'lsa, avariyaning ishora yoqiladi. Tushunarlimi? Nima ekan? Avariya ishorasi yoqiladi. 3 marta 4 marta yoqqandan keyin o'sha kelayotgan odamga ko'rinadi. Chunki o'sha fara chiroqlarni o'zi haydaganda masalan avtomobillaringizga o'zlaricha kuchaytiradigan turli xil led va boshqa kuchaytiradigan nimalarni qo'yish taqiqlandi. Chunki sizga yorug' bo'lib yurib, qarama-qarshi tomondan kelayotgan avtomobillar umuman ko'rishiga salbiy oqibatlar olib kelishiga sabab bo'ldi. Chunki siz kuchaytirib olgan bo'lsangiz, u tomondan yana bittasi kuchaytirib qo'yilsa, yo'l transport hodisalari juda ham ko'p bo'ldi. Bu narsalar albatta inobatga olib, ancha chora-tadbirlar ko'rildi va hammasi standart holatga keltirildi. Hech qachon juda ham kuchli ham bo'lmasi kerak, kam ham bo'lmasi kerak. Standart bo'yicha o'sha yorug'lik keltirib berish kerak bo'ladi. Tushunarlimi? Mana shunday holatlarda albatta e'tibor berish kerak. Ya'ni e'tibor bergan bo'lsanglar, yaqin yorituvchi fara chiroqlarimiz o'sha yorug' bo'lgan joyda yetarlicha ko'rinadigan joylarda yoqib yuriladi. O'zlaringiz bilasizlar bu narsani. Bu yetarlicha ko'rinmaydigan holatlar bo'layotgan bo'lsa, o'sha dalni, ya'ni uzoqni yorituvchi fara chiroqlar yoqiladi. Demak, o'sha 150 metr degan ma'nosini tushundinglar. Endi taqriban nima qila olib bo'lmaydi, lekin o'sha markat bo'ladi ko'zingizni olayotgan payt. Ayniqsa siz masalan velosipedda kelayotgan bo'lsangiz, to'g'rimi? Mashinada haydab kelyapman. Sizni ko'zingizni nima qiladi dalni? Uzoq qamashtiradi, ko'rolmaysiz. Mana shunday qila olinadi. Kimlardir belgi beradi. Qo'shimcha ravishda belgilar berib, o'sha shofyorning e'tiborini tortish kerak, jalb qilish kerak. Shofyor o'shanda nima qiladi? Bilishga oladi. Har doim mana shu narsalar albatta shofyor diqqatda e'tiborli bo'lish kerak bo'ladi. Tushunarlimi? Hech kim masalan bu narsani e'tiborsiz qoldirmaydi. Chunki u agar siz bilish holatda, ya'ni yaqin chiroqqa olmasangiz, o'sha kelayotgan nima yo yo'lingizga chiqib ketib qoladi, yo boshqa holatlar bo'lishi mumkin. Shuning albatta bu narsalar qoidalarga mahallaning ichida va boshqa joylarda qat'iy nima qilish kerak? Amal qilishga rioya qilishimiz kerak bo'ladi.